Yaxşımsizlar ekranlardaki her millat görümen dostlar. Yaxşımsizlar naq maydondagi aziz ustozlar, mehmonlar, ulgulik korxonachilar. Ko'rayotganlar O'zbay tojidarligidagi Shinjong bayram shirkati va Kuychi madaniyat tarqitish shirkati birlashib uyushtirgan cho'ng tipdagi programma Men mikro savdogar programmasi. Men program riyosatchisi Mahin Ro'zi. Men program riyosatchisi Abdurahmon Abdug'ani. Aldı bilan programmamizni qo'llagan barcha do'stlarimizga, korxonachilarga, ustozlarga, aziz ko'rmanlarimizga chin qalbimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Programmamizga qatnashgan aziz mehmonlarimizdan yiqishliq so'zlari bilan, o'tkir bayonlari bilan, sahna va ekranlardagi chiroyli obrazlari bilan al qalbidan o'rin olgan faxrli riyosatchimiz Mahira Abdug'ani. Qarshi olamiz ustoz. Yana bir aziz mehmonimiz bo'lsa, yetakchi ustoz, Izdan korxona maslahatchilik shirkatining quruvchisi Muhammad Sulaymon Izdan muallim. Qarshi olamiz, xush kelibsiz. Shanxay Pinar shirkati, Shinjong Pinar shirkatining quruvchisi Rahila Tursun xonim, xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Programımız alayda etib qilingan korxonchi ustoz Kayli Jihoy shirkatining quruvchisi Abduxabir apandim. Xush kelibsiz. Shinjong Jamal shirkatining quruvchisi Imron apandi, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Onundan başqa mana bizning o'ng so'l ikki tarafimizga bizga hamdamda bo'lish uchun, so'zlarimizga moslashib, programmamizni texmi rangdor qilish uchun ham shundaqla o'zlarining go'zal hikoyalari orqali mehmonlarimizga, mahirlarga ilhom berish uchun sahnamizdan o'rin olgan korxonchilarimizni tanishtirib o'tamiz. Bugungi sahnadan o'rin olgan korxonchilarimizdan O'zbay shirkatining quruvchisi Elshad apandi. Qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Halarangul shirkatining quruvchisi Zumratgul xonim. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Mahiber markasining barpochisi Nadiya xonim, xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Oilalar shirkati Safoyat guruhining quruvchisi Abdul apandim. Qarshi olamiz. Shinjong Katrina shirkatining quruvchisi Mehrgul xonim, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Davron shirkatining quruvchisi Abdukirimjon apandim. Qarshi olamiz. Altın Chechak markasining barpochisi Saodatgul xonim, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Tibbiy Parvishkor shirkatining quruvchisi Salomat xonim, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Bizda ma'lum Temit Musab qahvasining barpochisi Atigul xonim, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Dila Baby shirkatining quruvchisi Adila xonim, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Nurpari shirkatining quruvchisi Asimgul xonim, xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Xo'shlig'im shirkatining quruvchisi Ayshigul xonim, qarshi olamiz. Talpin markasining barpochisi Qaysar apandi, xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Yikanliyan shirkatining quruvchisi Ilmizod apandim, qarshi olamiz. Aybili shirkatining quruvchisi Alijon apandi, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Qoltis Go'zal shirkatining quruvchisi Nurbiya xonim, qarshi olamiz. Hammanglarga yana bir qatim chin ko'nglimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Xush kelibsizlar. Xo'sh, mana Abdurahmon muallim, bugungi programmamizni boshlab oldik. Bir orzu egisi aytib qoldik. Undaqda sahnamizda yangi bir orzu egisi marhamat. Qani, marhamat. Yaxshimsizlar, hurmatli baholovchi ustozlar, yaxshimsizlar, har soha har kasb tirishayotgan qaltis korxonchilar, yaxshimsizlar, men mikro savdogar programmasini ko'rayotgan ekran oldidagi ko'rarman do'stlar. Shinjong Anorguli to'g'ri savdo shirkatining lider yordamchisi Rizonguldan hammanglarga sig'inishli salom. Mush program orqali ustozlarimiz, korxonchilarimiz jafo chekyapsizlar. Mush munosabatdan meningki mush o'zgarish hikoyamga yaxshi baholarni berishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Men bir vafodor farzand. Vafodor farzand degani qanday degan, men o'zimning ota-onasidan mayli qanday ish yuz berib ketishidan qat'iy nazar yurtimdan ayrilmayman degan darajadagi vafodor farzand. Shunday qilish jarayonida men maktab bitirgandan keyin o'zimning yurtidagi ma'lum idora organda xizmatga chiqdim. Xizmat qilish jarayonida dastlab kunlarda nat xushal bo'ldim, chunki men o'qish bitirib kelib xizmat qila oldim degan bir ideya menda bor. Kunlarni o'tish bilan men ota-onamga vafodor farzand bo'laman deb turib, men faqat uydan ayrilmaganligim, ularga tamoq etib berganligim, ularning yanida bo'lganligim bu vafodor farzand bo'lmaydi. O'zimning ozg'in oylik maoshim bilan ularga o'zim o'ylagandek vafodorligimni yetkazamadim. Shu vaqtda men o'yladim, men bu xil holat qilsam, ota-onamni men vafodor farzandi degdek bu nomga yuz kelmayotganman. Shuning uchun men cho'qim bir qo'shimcha kasb qilishim kerak. Shu orqali
men o'zimning nazarimdagi vafodor farzandligim isbotlashim kerak deb tasoddifiy fursatda undidor so'z bilan uchrashdim. Qisqagina vaqt ichida natijam alohida yo'qish bo'ldi. Shundaqla shirkat rahbarlarining qo'llashiga va himoya qilishiga erishib, taraqqiy qilgan yuqori shaharlarga sayohat qilish fursatiga erishdim. Shu bir sayohat qilgan bilan tang mening ideyam butunlay echildi. Ya'ni men ota-onamdan ayrilmayman, yurtimdan ayrilmayman degan bu ideyadan asli dunyo haqiqatan go'zal ekan. Odam tirishgan vaqtda, sirtqa chiqib jahon ko'ygan vaqtda asli dunyoda mana shunday go'zal joylarning borlig'ini bilganligini shu vaqt his qildim. Yurtimdan ayrilmayman deb yurayotgan vaqtda taqdir menga bir chaqchaq qildi. Ya'ni sen ota-onangdan ayrilsan, ayrilmasam ayrilsan degandek meni nihoyat qiyin holatga xizmat o'rniga olib berdi. Shu vaqtda men nihoyat qiynaldim, yig'ladim. O'zimningki men vafodor farzandimga, ota-onamdan ayrilmayman degandim-ku, ajab bu yerga kelib qoldim deb o'zimni shunday tushkunlik bir holatda yo'qitib qo'yishga boshladim. Shu jarayonda mening shirkat liderlarim yo'lchi ishkisi meni yo'qlab berib, mening qiyinchiligimni ko'rgandan keyin shirkatimga yondirib akilib, sizni yordamchi qilib bor degan vaqtda men shunday xush bo'ldim. Chunki ilgari bir qatam meni shirkatimga kelib yordamchi bo'ling degan ma'rifat qilgan. Chunki men ota-onamdan ayrilsam bo'lmaydi, yurtimdan ayrilsam bo'lmaydi. Bir qatamliq fursatni qo'ldan berib qo'yganligim sababidan taqdir meni nihoyat jafoli xizmat o'rniga olib borib, bu qarorimning xato ekanligini isbotladi. Ach vaqtda agar yana shunday bir fursat bo'lib qolsa, agar shirkatimga keling degan gapni ig'izdan liderim chiqarib qolsa, men chiqib rad qilmayman dedim. Meni bir qatamni yo'qlash sababidan o'zimning qiyinchiligini degan vaqtimda ikkinchi qatam sizni akitaymi degan gapni qildi. O'sha vaqtda men o'zim kutib turgan shu savolning chiqqanligidan xush bo'lib shirkatga keldim. Shirkatga kelib ishga chiqishdan 2 kun burun bizning cho'ng to'pda bunday bir voqea yuz berdi. Ya'ni men o'ylab bakmagan bir ish yuz berdi. Chunki mening shirkat liderim Anorgul xonim 45 kunda 3 millionlik mal setib chiqaraman. Agarda chiqaramasam, chechimni tushirayotma degan va'dani berib ekandik. Shu jarayonda va'da amalga oshmag'achqa chechimni tushirganga 2 kun vaqt qoldi. Men u gapni anglagandan keyin men ko'nglimda o'yladim. Korxonachi degan bir shirkatni qursa, bir mahsulotni ishlab chiqarsa, qo'lasitki necha yuz, necha ming odam setib olsa, ishxonasida o'ltirib pulni topsili bo'ladi deb o'yladim. Amaliyotda men xatolashibdim. Korxonchi degan shu nomga erishib, bir mahsulotni chiqarib, keyingi bir odamni agashtirgan kundan boshlab, o'zim degan bu mas'uliyat tuyg'usi biz kollektiv, shirkat, xaridor degan nomga o'zgaraydi. Shu vaqtda men o'yladim, korxonchi bo'lish shunday oson emasga. Korxonchi bo'lish qandaqdir ishxonada putini olmab o'tirib, qahvalarni damlab ichib o'tiradigan, qandaqdir qo'lasiga odamga molni setinglar deb gap pulni sanaydigan kishilar emasga. Shu vaqtda men o'zimningki mushta bir qarorni chiqarib, mushta bir fursatda haqiqiy korxonchining qiyofatini ko'ralganligim hamda o'zimning liderningki o'sha mas'uliyat tuyg'usining nihoyat kuchli ekanligini shu vaqt his qildim. Men o'yladim, bu cho'qim 3 million topdim deyish shartmidi? Men tep bo'ldim deb qo'ysa bo'ladi-ku. Uni kim ko'radi, pulini kim sanaydi? Amaliyotda men nishonimni o'rnab bo'ldim degan bo'lsa tugaydi deb o'yladim. Lekin liderim degan vaqtimda to'g'ri men nishonim yetdim deb qo'ysam bo'ldi. Buni sidqlar tushunadi. Ammo menga ergishayotgan sizlar mening rost o'rindigan yoki o'rindamaganligimni bilasizlar. Men sizlarni bir qatim aldasam, sizlar bundan keyin necha qatimlab meni aldab qo'ysizlar. Shuning uchun mayli men o'zim qanchalik jafo tortay, korxonchi bo'ldim, korxonchi bo'lish Ülgü buluş jihatdan bo'lsin, samimiy bo'lish jihatdan bo'lsin, rostchilik bo'lish jihatdan bo'lsin, eng muhimi mas'uliyat, majburiyat tuyg'usidan bo'lsin. Chuqum sizlarga ülgü bo'lmasam bo'lmaydi deb chechini tushiribdi. Bir necha kun g'ulg'ul qo'zg'adik, keyin o'yildik. Bo'pti, chashdiga o'sidigo baribir deb. Lekin shirkatga kelib ishga tushgandan keyin obrazimni yaxshilash sababli men mishiyatga chechimni yasatishga majbur bo'ldim. Tizimga keladigan chashni yasatib, bilimga kelgan vaqtda o'zim rozi bo'lgan shu yasatgan chechimni men 3 kun yig'ladim, 8 kun ko'nglim azor edi. O'sha vaqtda men qayta his qildim. Bir ayol kishi uchun chashning naqadar muhim ekanligini. Men o'zim rozi bo'lib turib yasatgan chechimda mushunchalar yurkam ezilgan bo'lsa, mening liderim qanday bo'lib ketgandi? O'sha vaqtga shu apam taraf qo'ygan, cho'ng apam silab qo'ygan degan chashlardan ayrilib qanday bo'lgandi deb men qayta bir qadam yig'ladim. Keyin men liderimning yeni ishlash jarayonida bir mas'uliyatning nima ekanligini tushunib yetdim. Bir mas'ul bo'lishning, majburiyatning, va'dada turishning nima ekanligini men shu vaqt tushunib yetdim. O'zimga shunday va'da berdim. Men hozir lider yordamchisi. Yordamchi bo'lgan ekanman, o'zimning yordamchiga xos bo'lgan majburiyatimni ado qilishim, o'zimning xizmat yuritidan cho'qim yaxshi chiqishim,
To'g'ri yo'lda, to'g'ri bir odamga ergashdim. Men uchun mushu yo'lda davomli izlanaman. Mushu liderimning yo'lini besmaqman deb shu vaqtdan tatib tirishayapman, izlanyapman. Liderimningki eng qaltis yordamchisiga aylandim. Shunaqla boshqalarningki e'tirof qilishga erishdim. Mana shunday markaz cho'ng shaharlarda xizmat qilgandan keyin men o'yladim, agar ayni vaqtda yurtimdan ayrilmayman degan shu gapimda turgan bo'lsam, balki men qaysi o'rinda bo'lishim mumkin. Hozir qaysi sharoitda bo'lishim mumkin degan o'ylab o'tdim. Markaz shahar Urumchiga kelgandan keyin men nurg'unlagan o'rganish fursatlariga erishdim. Nurg'unlagan sahnaga erishdim. Nurg'unlagan o'sib yetishlarga ega bo'ldim. Shu orqali asli odam o'zining kelgusiga faqat bir kuni bilan qaror chiqartmasi kerak. Chunki bizning o'ylig'imiz bilan amaliyotni o'xshash bo'yicha natayin ekan. Shunga har ishni vaqt kelganda hal qilish, kelmagan ishga aldirab qaror chiqarmaslikning muhimligini men shu vaqtda his qildim. Men bu hikoyalarni deyish orqali sizlarga nimani bildirishmoqchiman deganda, birinchidan korxonchilar bo'lgan hurmatim aslab ochdi. Korxonchilarningki qanchalik tasda mushu igiliklarni tiklab kelayotganligini, o'zining shirkati uchun, vakolatchilar uchun, xaridorlarga eng yaxshi mahsulotni ega qilish uchun nurg'unlagan qurbonliklarning berganligini, nurg'unlagan kechalarni uyqusiz o'tkazganligini, nurg'unlagan g'amlarni o'zi yolg'iz qilib ichiga yutib-etganligini, yana jafosini boshqalarga demay, o'zining faqat rohat ko'rayotgan holatini boshqalarga ko'rsatib, qaysirona tirishib yotgan ro'yini his qildim. Shu munosabatda ikki tarafdagi barcha korxonchilarimga cho'nqur hurmatimni va rahmatimni bildiraman. Jafo chekdinglar. Men hozir liderning yordamchisi bo'lib ishlayapman. Hamda mening orzuyim o'zgardi. Men yurtimda qilishni tanlagan bir qiz hozir taraqqiy qilayotgan markaziy shahar Urumchi yashagandan keyin bunda bir eng chong orzuni tikildim. Ya'ni men 2 yilning ichida hozirgi tirishchanligim bo'yicha monondimmi yana nechasi tirishib, shu jafokash meni biqib cho'ng qilgan, hatto o'zining qiyinchiligini menga bildirmay, "Balam, siz xotirjam bo'lsangiz bo'ldi, siz tamoqni vaqtida desangiz bo'ldi, siz xushal bo'lsangiz bo'ldi" deyotgan shu mehribon ota-onamga 2 yilning ichida markaziy shahar Urumchidan uy setib olib, yondirib akilma. Ularni qiyinchilikda tashlab qo'yib, o'zim billa turishni emas, rohat turmushga akilib, asli odam hayotida menda bir rohat ko'rib baqsimi bo'ldi-ki, farzandim biqib cho'ng qilib, haqiqiy vafodorligini his qilib baqsimi bo'ldi-ki degan qarash akilma. Bu mening birinchi orzuyim. Ikkinchi orzuyim bo'lsa, men liderim sababli o'zgardim. Bir tanlash, bir fursat to'g'risida o'zgardim. Mushu orqali men buningdan keyin liderimga, shirkatimga teximiz sodiq bo'lib, Anargul to'g'ri savdo shirkatining bosh lideri Anargul xonimning yordamchisi kim ekan desa, Rizvongul ekan. Kelib chiqishi nihoyat oddiy dehqonning qizi ekan, yezdan kelibdi. Ammo markaziy shahar Urumchida bir kishilik xizmat fursatiga erishib, hozir nihoyat yaxshi taraqqiy qilyapti degan shu holatga yetish uchun men davomli tirishman. Baholi ustozlarga va korxonchilarga chin ko'ngildan rahmat. So'zim tamom. Bo'ldi, mana yana bir orzu egasiniki orzusini olib chiqdik. Undaqda biz yetakchi ustozlarimizningki taklif fikrlarini olib boqamiz. Rizvongul singlim, ajabin chiroyli kuldi ekan siz-a. Rahmat. Sizga qarab men boshdan oxir kulib o'tganimni his qildingizmi? Ha, sizga qarab katta jiddiyalashmadim. Yana bir kutib bersinmi? Yo'q, ikkimiz boshdan oxir kulyapmiz. Faqat kulgimiz, kulgimiz to'xtab baxmadi. Chunki bu qizning ko'zimni uzamay qoldim. Bu qizda bir turlik ilqi hayati kuch deydik biz burun. Lekin o hayati kuchni faqat kitobiy til va yoki ig'zoki tilga aylantirib ba'zi odamlardan izlabmi topolmay oxirida unutib ketaymi deb qolgandik. Faqat farzandlarimizdan izlaydik, viliqlab kulgan bu vaqtlardan izlaydik. Mana bugun bu qizdan hayati kuchning nimaligini, yoshlikdagi ilqi urg'ib turayotgan orzu havaslarning qanday bo'lganligini yana bir qatam his qildik. Rahmat singlim. Sizga rahmat. Chiroy mimikangizdagi bir turlik kulgun holatingiz sizningki nutq holatlaringizga nurg'un kamchiliklarni yipib ketadi. Ilq cho'nglarimiz bir gapni deydi-ku, kulib turgan qizning baxti kam bo'lmaydi deb. Ilqi amaliyotda u davomli ijarab turgan qizlar qartilgan emas, mijozi yaxshi qizlarning baxti kam bo'lmaydi degan ekan. Shu mijozi yaxshi odam har qanday qishqa yo'liqsa kulimsirash bilan yuzlanalaydi deb cho'nqur falsafiy fikrni jug'urgan bir gapkan u asli. Mana bugun sizdan nurg'un narsalarni his qildik. Siz vafodor, suyimlik bir qiz
qizkansiz. Arzusi bor bir qizkansiz. Endi sizning bu nutq ifodalash jihatdagi alohidligingizga baho berganimda, endi tafakkuringizda tas qolgan so'zliklarni tilingizga chiqaryapsiz. Xo'sh, tafakkuringizda tas qolib turib, og'zingizning ichida bir pishirib elib turib, tilingizga chiqarish jarayonida siz to'xtang. Külgün altınız nurgun kemçilikleriniz yipip ketdi. Muş külüp durgan aptapdaki çehriniz soluşup qalmışsın, tutulup qalmışsın, bulutlar tosub almışsın. Her vaqt muşundaq külüp durun. Ahırda singlim sizge davamlıq yaxşı işlarning, yaxşı adamlarning uçurab turishini hem şularning içinde özünüzninki teximo parlap turishinizni ümit qilamiz. Rahmat sizga Mayram olim. Rahmat Mayram olim. Sizni kulimsirashdan iborat bu eng chong ortiqchiligingizni bayqab, mana bunday davomli ortiqcha namoyon qilishni debdi. Mana bunda bir ikki isim kulaturuvchi. Biraylan bir ustoz oldida so'raydi ekanda, o'zimni noyat baxtsiz his qilyapman deb. Bu ustoz deydi ekan, sen ko'p bagin deydi ekan. Hech nima yo'q, bir aytsam nomrod, iqtisodim yo'q degan ekan. Senda eng chong bir boylik bor, u bo'lsa kulimsirash. Kimni ko'rsang kulimsirgan chog'da baxtni kulimsirash orqali o'zing enkalalaysan ekan. Amada biz har bir uchirgan kishiga bagan chig'imizda o'zimiz shu baxtga kirishar ekanmiz. Bo'ldi, rahmat. Izam olim. Rizvangul yaxshimisiz? Yaxshimisiz olim. Sizning orzuyingizni bak yaxshi ko'rdim. Bizda bir so'z bor, ko'nlarni qolgan so'zda bu. Yana cho'nglar ketgan chaqda ana deb yig'ilmay, bu chaqda mana deb tur deydigan bir so'z bor. Sizning orzuyingiz dal mushunga mos keldi ekan-ku. Yana hayot chig'ida ularning shu rohat turmushiga bir asos sog'ingiz bor ekan. Bu bir nishon hamda. Lekin mush nishonga yetish yo'lidagi jarayonga nisbatan mening birla tavsiyalarim bor sizga. Bu tavsiyalaringizga men g'arib sayohat bir fantaziyalik film bo'lgan bilan korxona sohasida bu ajoyib cho'ng bir falsafaviy asar bo'lib hisoblanadi-ku. Mayli turmush, mayli tijorat, kasb, hamkorlik boshqarish hatto korxona strategiyasini tatib biz mushu filmga cho'kalisak nurg'un bilimga erisha olamiz. Ham men bu to'g'riliq so'zlashga uzun yillar bo'ldi. Abdurahmon Mijik so'zlaydi. Chunki hammiz tunish film bo'lg'achqa bu yerda bir savol chiqdi-ku mush mazmunda. Yana ular nemish g'aribga bordi. Nurg'un kishilar ular nom og'il bor deb o'ylaydi. Amaliyotda g'aribga sayohat qilishning eng adaqi nishoni mohiyat nima desak, nom akilish emas. Chunki nom akilishdan iborat bu orzuni avvalik suvara bergan, avvalik suvarani Amitabh buyurgan. Ham ular bag'indagi qirsoy o'tdaganda asl nom akilish maqsad bo'lgan bo'lsa, ağaç kesib bo'ladi-ku ham, quruq kelga tushundingmi? Demak, bu yerdagi eng muhim maqsad nima deganda, nom akilishdan iborat natija emas, dal jarayonda. Biz qarab boqaylik, Sunukun baji şalsın. Bular g'aribga minishdan burun intayin qobiliyatli kishilar, lekin bular fazilatsiz kishilar. Shun ular butun xalqqa ofat bo'lgan. Hamda nom jarayonidagi 81 mushkulot orqali bular natijaga yetgandan keyin bularda kam bo'lgan fazilat qo'shildi. Bu hamda butun jamiyat uchun ofat emas, omadga aylandi. Shunga siz birinchi muhim nishoningizni yetish yo'lingizda cho'qim nurg'unlagan qiyinchilik sizni kutib turdi. Ammo shunga qanday qaraysiz? Bu intayin muhim bir oldin tayyorlik qilish uchun vaksina urish kerak bunga. Hayotda agar birla ish bor desak, buni o'spitalish deb xuloslagan bir yozuvchi. Sizning ota-onangiz hargiz sizning ularga uy olib berishingizni qo'shib ketmaydi. Eng qo'shildigan ish nima desak, uy olib bermasimi sizning shu orzu uchun kurash qilish yo'lida yo'liqqan barliq qiyinchiliklarga taqobil turish iqtidoringizning to'xtamay o'sishidan ular eng xursand bo'ldi. Chunki ular haqiqiy xotirjam bo'ldi. Shunga sizning mush jarayonda yo'liqqan barliq qiyinchiliklarni fursat deb qarashingizni, uni bir palampay deb qarab, shu qiyinchilik menga shuni hal qilish fursatini akeldi. Shuni o'rganib olsam, bu men uchun osonchilik bo'ladi deb o'zingizning bu jarayondagi har bir kayfiyatingizni menga bir fursat, ya'ni o'sfetilish fursati keldi. Menda bir narsa kam bo'lg'achqa shuni o'rgatgili keldi deb qabul qilgan vaqtingizda siz cho'qim shu nishonga yeta olasiz. Eng oxirida Qora oqqu degan kitobning avtori Nasim Nikolay Talibning bir so'zi bor. Sen shamolni yaxshi ko'radigan sham bo'l. Kuchli sham bo'lgan vaqtida shamol urgan sira u texmo lavuldab kuydi. Lekin ojizlarchu uchib qilish mumkin-da. Shunday sizning har bir qiyinchilikni o'zingizni bayqashning bir fursat deb bilishingizni g'aribga berib o'ngishliq natija qozonishingizni umid qilaman. Rahmat. Siz zot qaysi kitap ekan G'arib sayohat filmidagi Tanson Sunukun baji şahsaning. O'zingiz qaysi o'xshatasiz? Men G'arib sayohat filmidagi o'zimni şahsan o'xshatdim. Nemishki? Nisbatan o'yliqi ig'ir yukning hammani o'zgartirib mangdi. Lekin vaysimaydi, ammo kollektivdan ayrilib qolmaydi. Oxirgacha shu kollektiv bilan birga mangdi. Endi men
izlanma olmabay deb o'tdi. O'sha orzuyingizni nishonga oshirish jarayonida siz cho'qim nurg'un qiyinchiliklarga uchraysiz. Shuni fursat deb bo'ling dedi. Men balkim nurg'un yuklarni ko'tarib menishim kerak, lekin mening oxirgi nishonim g'arbga noma qilib berish. Shungalashqa voysimay qiyinchiliklardan qochmay, nomni muvaffaqiyatli olib kirish uchun davomli tirishmay deb o'ylayman. Shuni o'zimni shaxsan o'xshatdim. Bo'ldi. Chunki o'rganishga maqsad nima? O'rganish maqsad jiqnas bilish emas. Birinchi maqsad. O'rganishdagi birinchi maqsad o'zim bilmaydigan nuqtalarni his qilish. Bilmaydigan his qilgan chig'imizda bayatdan izlama olim degandek biz shamolni yaxshi ko'radigan sham bo'lishimiz kerak deydi. Bu nihoyat tatbiq gap. Nima tatbiq gap? Bir sham o'zini kuchlantirib, haqiqiy yanolgan chog'da u amaliyat shamol o shamni texnik bekandira oladi. Shamolga taqabul qiladigan kuch bo'lmagan chog'da biz amalda shamolga bormasligimiz kerak. Biz alda o'zimizni kuchlantirib qo'ygandan keyin shamolga borgancha kuchlanalaymiz. Karxancha vakillaridan birisi bizga Imron Jamol apandim. Yaxshimisiz Rizvangul? Yaxshimisiz Imron Jamolim? Men sizdan ikki savol so'raydigan. Bayam deb o'tdingiz, bizning lider bo'lmagan bo'lsa, menda o'zgarish bo'lmaydi deb. Masalan, sizda qaysi jihatda o'zgarish oldi? Shu shirkat lideriga ergashgan kim? Iqtisod jihatdami, arzu jihatdami, yoki tafakkur, ideya jihatdami shuni bir bilib boqim ba. Eng o'zgarishning birinchisi meningki tashqi obrazim o'zgardi. Chunki men abay dedim, yezdan ayrilmayman deb turgan odamningki ideyasini qanchalik bildiganligini his qilib bo'ldinglar. Birinchidan tashqi obrazim o'zgardi. Chunki biz nurg'un vaqtda bir ishningki unumli yoki bo'lmasligi u odamningki ro'yalti va tashqi qiyofatidan ayrilmaydi deymiz. Shunga eng xushal bo'lganim o'zimningki tashqi holatim o'zgardi. Bo'ldi, yana bir savol. Siz mushu jarayonda shunda tirishdim dedingiz, shundami? Shu tirishgan jarayonni so'zlamadingiz. Endi buningda ilg'ibak uzun hikoya so'zlash ketmaydi. Bo'lsa bir atal menda bir ko'rinish bo'lgan bo'lsin, biz bir his qila olgan bo'lsak, masalan, 20 yoshga kulgina degan qiz ola. Men bozor uchun kech-kechlab yo'l mengib, necha qatim fuchida, mushu mashinada uxlagandim degandek, ashta bir ko'rinish bizni tasavvurga soldi-ku. Meningki esimdan eng chiqmaydigani 2018-yili shirkatdan mushu ishbatisi yaxshi bo'lganlarni sayyohatiga imtiyoz erishtiramiz degan vaqtda men burundan ilqi chiqim to'y qilganlar shu bir ashay bir she'rni yetkazib keldi deb o'yladim. Lekin sayyoh degan bu ufqum mening kallamda tushimda arzu qilmayman desam bo'ladi. Ash vaqtda bir 15 kun oralig'da shu imtiyozga erisha oladiganlarni aparimiz degachga men 15 kun ichida eng zo'r tirishchiligimni ko'rsatib, shu sayyoh imtiyozga erishgan 24 yoshimda shu sayyohni ko'rib kelib, mening ideyalarim biraqlam ichilib ketgan. Shunga meniki eng zo'r tirishchiligim shu deb o'ylayman. Bo'ldi. İtek Ustadan ve Karxancha Ustadan bergan nomini ko'rib boqaylik. Abduxabir apandim 90 nomer beribdi. Muborak bo'lsin. İzlama olimni bergan nomeri 97 nomer muborak bo'lsin. Mayra muallimning bergan nomerimi o'xshashla 97 nomer muborak bo'lsin. Rayla Pinar xonimning bergan nomeri 96 nomer muborak bo'lsin. Imron Jamol apanning bergan nomeri 97 nomer muborak bo'lsin. Undaq naq maydoni karxancha vakillarimiz sizning orzuyingizga yeşil chiroq yoqamdi, qizil chiroqmi ko'rib boqaylik. 16 nafar karxanchimiz hamma sizga yeşil chiroq yoqibdi. Muborak bo'lsin. Ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Mushu munosabatda men mikro savdogar programmasida qatnashish uchun meni izchil tarbiyalab, mushu holatga chiqqan, mushta cho'ng sahnaga chiqib, o'zimni namoyon qilish fursati ega qilgan Anargul To'g'ri savdo shartnosining bosh lideri Anargul Asad xonim uchun ko'nglimda rahmatimni bildiraman. Shundaqla meni mushchaqchi biqib jafolarimni tatib, har vaqt mening baxtim uchun, mening kulkam uchun eng yaxshi tilaklarimni men ato qilib kelayotgan mening jafokash, mehribon ota-onamga mush ekran orqali rahmatimni bildiraman. Ana, dada jafo tehtinglar, rahmat sizlarga. Rahmat. Qiynaydigan bosqichga keldik deb singlim. Qiynaydigan riyosatga keldi yaningizga. Nima ishlarni qilib ketamiz endi, qani? Qoltis Guzar shirkatidan Nurbiya xonim. Undaqda bu orzuyingiz bizga nima ish qilib turdi? Rizvangul xonim bizga yangroq ovoz bilan bir naqsh aytib o'tdi ekan. O'z alaydigin dedik-a, qiynayolmaygan bo'ldik-da. Bo'ldi, naqsh aytib turgan bo'ldingiz. Rahmat. Naqshni anglaydi singlim. Singlimni tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Buningdan keyingi ishlarning texnik utuqliq bo'lishini program gruppamizdagi barliq xizmatchilarga vakolatan chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Ko'rayotganlar Uzbay tojdorligidagi men mikro savdogar programmasi. Endi biz sirliq mehmon bosqichiga keldik. Abdurahmon Ma'lum bugun kim kelgandi? Yana o'xshashlar ikki kunni biraydi. Naq maydonni ko'rayotgan ekran oldi ko'rgan do'stlarimiz yoki naq maydondagi
Karxançı ustazlarımız, karxançı vəkilləri toğru tapqan dostlarımızға yəni oxşaşla maddi mükafitimiz var. Ondaqda bu çolpanımız özününki şoğullanğan sahası çolpan emas, özünün qiziqish bo'yicha naqsh sahasırım çolpan. Bu çolpan özünün ismini tətir oxusa Marks çıxıdı, Marks'ın tətir oxusa ismi çıxıdı. Ondaqda bu çolpan zadi kimdir? Pek içib etdik. Özünün ismini tətir oxusa Marks'ın tətir oxusa ismi çıxıdı. Bu çolpan zadi kimdir? Bu yaxdan tep baxsın, ha? Nurpari şirketidən. Yaxşımısınızlar köpçülük? Bu sırlıq mehminimizin ismi bolsa, məncə Ablat Talba əpəndimikin dep oylayman. Qandaq pərəz qıldınız? Qandaq tep aldınız? Mən Ablat Talba əpəndinin naxışlarını anlığan, həm qıvatqan kəsitlərini düşünmən. İlgiri bu Talba dep bu Marks'ni anlığandım. Azraq hikayesini. Meningcha Nurpari şirketi Kuchada qurilgan-ku deyman. Kuchada qurilgan. Shunami? Bir yurtliq bo'lg'achqa anglabli bilib oldi, hayajonlandi. Qanunda bo'lsa hammamiz hayajonlanib turib, chavaklarimiz bilan bugungi sirliq mehmonimizni sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat. Şundaq bir muhabbet var üyümde, uli məhkəm sadaqət var üyümde. Nimə yəssun şadlığığa üyümden, bəxit bilən saadət var üyümde. Nimə yəssun şadlığığa üyümden, bəxit bilən saadət var üyümdə. Muhabbet var, söyüniş var köyümdə, sadaqət var, köyümüş var üyümdə. Muhabbet var, söyüniş var köyümdə, sadaqət var, köyümüş var üyümdə. Çıkma işkinimde bir piyale çiğni, kumarımdın hardıkımdın çıkma işkinimde bir piyale çiğni. Gülge tolgan çimellikte bilmem, mehrinli hararet var üyümde. Gülge tolgan çimellikte bilmem, mehrinli hararet var üyümde. Muhabbet var, söyüniş var köyümde, sadaqət var, köyümüş var üyümdə. Muhabbet var, söyüniş var köyümdə, sadaqət var, köyümüş var üyümdə. Sadaqət var, köyünüş var üyümdə. Siz akasını görüp hoş bulduk. Rahmet, ben hoş buldum. Ablat Mecid Talba efendi öz növbətində muşu səhnimizin orun alğan ülgülü karxançılığa oxşaş öz kəsbin intayın qızğın suyduğan bir karxanıcı. Onundan başqa yana kəşfiyyatçı. Həm şundaqla
san'atkor, ham shundaqla o'z kasbida nurg'unlagan shogirdlarni tarbiyalab ketayotgan ustoz. Rahmat. Qilayotgan ishlaringizdan, natijalaringizdan har vaqt huzurlanayotimiz, faxrlanayotimiz, aka ishlaringiz texnik mutlaq bo'lsin. Rahmat. Abdullah Talba bandini balkim nurg'unlarimiz tanishingiz mumkin. Bu asli o'zining kasbiyatidir. To'xtamay ilgilab qolmasa o'zining qiziqishi bo'yicha naqsh asrimi nurg'un ijodiyatlar bilan bizni yaxshi ko'rishimizga e'tirof qilishim erishib kelyapti. Undaqda Abdullohga bir qancha savol bor ekan so'raydigan. Bo'ldi. Bu g'aybat xarakterdan olgan, sizning bilishni xohlaydigan bir qancha savollarimiz. Bo'ldi, javob berolmay qolsam satmas mayli, ha? Men turdoshlarimizdan bilgisi bor bir qancha savollar kelibdi. Birinchi savol. Siz asli o'zingiz sayponchiq sohasidan kiyim laylash o'tdingiz. Kiyim laylab bo'lgan 2001-yili shirkatingiz qurib chiqdingiz. 2009-yil o'zingizning tunji naqshingizni xalqqa sundingiz. Undaqda nurg'unlagan ishlarni qilibsiz hozirgacha. Buning ichida nimishqa shu o'zingizning kiyim laylash kasbida pul topolmaganligingiz sababidan naqshi aytish yo'li qarab mangdingizmi yoki o'zingizning markangizni texnik yaxshi tunutib, o'zimning qiziqishim bo'yicha o'zimni tunutsam, markam tunilib, aslida o'zimning ona kasbim bo'lgan, mush kiyim laylash kasbini taraqqi qildiradigan bu maqsadda bu yo'lga qarab mangdingizmi? Rahmat. Aslimninki kasbim shu kiyim-kechak laylash, to'g'ri. Ma naqshi bo'lsa, hargizmi o'yliqi inoat deb ketib, yo pul deb ketib, o emas. Bir gap to'g'ri, markamni tuntish degan bo'ladi hamda, shu maqsad bo'ladi. Biroq bizning oila, bo'lib dadam san'atkor oilasi. Balkim shu qanday bo'lsa kerak. Asli men 18 yosh vaqtlarimda men jutumda to'yda naqsh o'qiydim. Diyanchilib, kasbimni qilib, shunga azroq o'zimni o'xshab olgandan keyin men qiziqishim bo'yicha san'at sohasiga kirdim. Nayt yaxshi. O'zimizning orzuyimiz uchun ma'lum darajada badal to'lash to'g'ri keldi. Shuning bilan shikil kasbdan ozgina natija chiqaryapmiz. Eng muhimi, hammamiz e'tirof qiladigan ham korxonchiga, ham naqshchiga aylandi. Rahmat. Ablatka, andan boya sizni tanishtirgan vaqtda mushu marka to'g'risida to'xtalib qoldik-ku. Talba degan marka to'g'risida. Ablat degan ismni ta'tir o'rsak-da talba bo'ladi ekan. Buning yana qanday ma'nosi bor, qanday bo'lsin o'ylashib qolgan bo'g'aydingiz? Men boshda Ablat Mijit deb bir marka olay desam, Ablat degan ismni elibapti. Shuning bilan bak beshim ketib ketdi. Men mushu har xil daraxtlarning, hasharotlarning barliq narsani izlab baqsam, men faqat ism qolmabdi. Shuning bilan to'xtab turam, mushu dadamning ismi bilan o'zimning ismini biroq ta'tir o'rib baqsam, mushu bir marka bo'lib qolsa ajab emas endi deb o'ylab, shuning bilan dadamning ismini Mijitni o'rsam tijim chiqib qoldi-ku. Hech qanday ma'no topolmadim. To'xtab turib, Ablatni o'rib baqaysam talba bo'ldi-ku. Yuz bo'g'im oz, ham ma'nosi bor. Talba degan tal, to'liq bor, hamma narsa bor degan ma'no bo'ldi-ku. O'zimning ismimni saqlab qola oladiganman deb, mush talba degan ismni qo'yib qoldim. Talba markasining texmi zo'r utuqlarni qo'lga keltirishiga chin ko'nglimizning tilakdoshimiz. Rahmat. Aka, naqshlaringizni angladik, savollarni so'radik, endi o'yin bosqichiga keldik. Bo'ldi. Bu hargizmi o'tirg'i chiqib usul o'ynash emas. Savollarga javob berish orqali sovg'atlarga erishadigan, g'alit savolga g'alit javob beradigan bosqichimiz. Bo'ldi. Maqul. Musobaqamızın qoidasi bir soat to'g'ri javob bergan, birinchi savol 500 lik mas'uliyat mukofot qildi. Undan keyin har bir savol to'liq javob bersak, 1000 yuan 2000 yuan bo'yicha mukofot qildi. Agar ma'lum bosqich kelgan chog'da to'xtab olay desak, to'xtab olsak bo'ldi. Agar davomli qilmag'imizda keng savolga xato javob bergan avalasira oldirik erishgan mukofotdan hammasi nol bo'lib ketdi. Hammasimi? Ha, butun nol bo'lib ketdi. Xato javob berib qilib qolsa, oldirik mukofotdan hammasi nol bo'lib ketdi. Hech qanday javob bermay qolib qolsam, mushaq tushib ketganman-da. Savolni boshlaymanmiz-a? Ha, ma'qul. Bu sharda bir ma'no bor. Javobni to'g'ri bersangiz qo'lingizda shar shu paytda turaveradi. Agar xato berib qo'ysangiz, Abdurahmon ma'lumning qo'lida shunchalik o'tkir jinglar bor, ilg'ushlar bor, partlaydi. Shar yordam qilay. Unaos birinchi savol. Kangri ketgan maydonda bir eshik bor, faqatli yepilmaydi, biroq doim qattiq qo'g'diladi. U qaysi eshik? Kangri ketgan maydonni o'ylayingizmi? Bir eshik bor. Kangri ketgan maydonda bir eshik bor, yepilmaydi ekan eshik. Faqatli yepilmaydi, ammo qattiq qo'g'dildi. Qattiq qo'g'dildi eshikka. Vartamidi? Futbol maydonidagi varta. To'g'ri? Rahmat. Men futbolga bek qiziqmay o'zim bek ko'rmayapman. Shu mumkin dedim endi. Ikkinchi savol. Ko'zini yumib turib ko'rgili bo'lgan narsa nima? Buning vaqt belgilab beraylar. 5 4 Ko'zni yumib turib ko'rgili bo'lgan. Shush. To'g'ri. Ha,
kichik vaqtlarimizda ota-onalarimiz aytib bergan shunday bir tepishmoq bo'ladigan bir böşükdə ikki bovoq yeydigan yeməklərning ichidan izlang. Yer yanıqı desem bo'lamdi. To'g'ri. Ha? To'g'rimi? 3500 yuan. To'xtab qolaymi ya? 3500 ko'm jiq bo'la. Ha, mayli. To'xtamda. Ha, ma'qul. Ben qanoatchanchu mashar etilib ketsa taq chiqaman deyman. Davomlashtiramiz qakamsa. Jinimning jananisi, yuragimning sahbarisi. Bu yigitning anasi, mening anamning qiynanisi. Bu yigit kim? Bu burun biz anglab baqqanda. Bu yigit sizning nimangiz? Astoydil o'ylang. Jinimning jananisi, yuragimning sahbarisi. Bu yigitning anasi, mening anamning qiynanisi. Bu yigit sizning nimangiz? Dodam bo'lsa bo'lamdigandi. To'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri. To'g'rimi? Oy. Bunu bir kichik vaqtlarda bir filmda anglamdik, buni biz dramalarda ko'ratdik. Esimga kelib shuni so'rab olay dedim. Endi sizning kasbingizga munosabatlik bundaq bir tepishmoq. Tovar durdun ustida bir mushuk yo'rg'laydi, u nima? Kasbingizning doirasidan izlang. Ishtonga dazmol solmasak bo'lmas. Dazmol. To'g'ri. To'g'ri. 15500. 500 ga to'xtab qolaymi ya? Agar xato javob bersangiz, hammasini o'lib ketadi. To'g'ri javob bersangiz, yana davomli qalda qarab maqamiz. Menimcha aram 4 savol bo'ldi. Aldan korxoncha vakillarining bir fikrini anglab baqaylik. Agar Ablat apandim davomli mavsum degan yeshil chiroqni, yeshil belgini to'xtab qolsin degan qizil belgini chiqarib qo'yganlar. Davomlashtirsin deyapti. Faqat bir yilda to'xtab qolsin deb qolgan. Hamma mavsum deb turibdi. Qo'llaydiganlar chiqib mangay. Endi savol Abdurahmon ma'lumdan. Amsi man ketdi. Odatda savol mayaganning bir qiyinlishidir-ku. Adam, bak o'qigan adam bu. Xudo savolini so'rayapman. Savol. Bir odam yolg'iz qilg'il bo'ldi. Ikki odam ayrim o'zi ayrim qila oladi. Lekin hamkorlash birga qilsak qilg'il olmaydigan bir ish bor. U ish zodin emish. Bu dunyoda yolg'iz qizin qilg'il bo'ldigan. Hamkorlashib birga qilayotsangiz qilg'il olmaydigan bir ish u bo'lsa-mu, zodi qandaq ish. Bu ish deganning simasi manda bunda bo'ladi. Yolg'iz qilsa qilasiz. Hamkorlashsa qilg'il olmaydigan ish. U zodi qaysi ishdir? Ondaqda naqmaydan ko'rayotgan ko'rman do'stlarimizmi? Agar misol to'g'ri javob bersangiz, Ablat abadan burun javob bergan do'stlarimiz so'z qoldirish o'yiniga javobini qoldirsanglar bo'ldi. Birinchi qadam to'g'ri javob bergan do'stlarimizga yana o'xshashda bizning moddiy mukofotlarimiz bor. Bu tushda paqaychi. Tushkurash deydi. Tushkurash. To'g'rimi? To'g'ri. Sizmi yolg'iz ko'rayotgan ish kerak hamkorlashib, bugungacha o'xshab bir tush ko'rayotsak ko'rolmaymiz. Mas'ul bo'ldi ekan. To'g'rimi emasmi? 28500 yuan. To'xtab qolamdiq ya ma'amdiq. Bir qitim men paqaymish, chiqadi men uchun yeshil taxtay ko'tiribdi. Unda da Ablatka, keyingi savol, 7-savol. Davomlashtiramdiq. Bo'ldi. Odam qaysi vaqtda 24 soat ichida hech nimani ko'rolmaydi? Odam qaysi vaqtda 24 soat ichida hech nimani ko'rolmaydi? Odamning ko'zi ko'mas bo'lib qolganda. To'g'ri. To'g'ri. Javob beramiz. 32500 yillik mukofot qilishdimiz. To'xtab qolamdiq, davomli qilganlarimiz. Agar ilgirlasak, xato javobli bersak, kuyib ketadi, ha? Ha. Kuyib ketadi. Bo'ldi qilaylar menimcha. Ha? Bo'ldi qilaylar. Ma'lumlar. Bo'ldi javob beramiz. Qarqanchilar, to'xtab qilaymi? Yeni qistisanglar mashar etilib ketish. So'z mang'ayli deb turib oldi qarqanchilar. Shar etkazib maylik, nurg'ulg'an badal tashar qilib masayiniga chiqdi. Andiki mukofot qilish uchun emasmi? Asli korxonchilar bo'ldi qiling, desa to'g'ri bo'ladi. Chunki siz epmangdingiz mushu korxonchilarning mahsulotlari emasmi? Tugab ketmasin desa bo'ladi. Biroq sizni yaxshi ko'rganligidan mang'ayli deyotdi-chu. Chiqara qolsin deganmidi yoki bu degani qilib qolsin deganmidi? Men korxonchi bo'lgandiki ziyonga men chidmayman-chu. Bizning mahsulotlarni ko'proq ishlasin demoqchi-da. Ha, unda bo'lsa oxirgi javob Ablatga davomlashtiramdiq, to'xtamdiq. Bo'ldi, to'xtaylik. To'xtab qolamdiq. Bunda unda bo'lsa 7 savolga to'g'ri javob berish orqali Ablatga qo'lidagi sharni portlatmasdan saqlab turib oldi. 2500 yuanlik sovg'atga erishdi. Tabriklaymiz, muboraklaymiz. Muborak bo'lsin. Ha, unda bo'lsa bizniki mal soldigan harumimiz chiqsa, Ablatkamni bizning tanlov bozorimizga marhamat qilaylik, shu yerga berib,
O'zingiz berib yaxshi ko'rganingizni tanlab olasiz aka. Voy bak oshko'zlik qilib ketamanmi ya men? Mayli, qo'yiting o'zingizni o'zimizning tanlab hozir bu. Tanlash vaqtimiz qisqalik bunda 30 kun kustimiz. Kustib bo'lgan 30 kunla elish vaqtimiz bor. Aldı bilan ko'zitib eling Ablatka. 30 sekund vaqtingiz bor. Yaxshi ko'rgan narslaringizni, oson bo'g'dek degan narsalarni. Ko'rib oldingizmi? Tayyorlab bitdimi? Xijilib ketdi. 3, 2, 1 boshlandi. On 15 sekund vaqtimiz qoldi. Oxirgi 10 sanaymiz. Hammamiz birlikda 10 9 8 7 6 5 4 To'xtatib oldi Ablatka. Bo'ldi, ay deydi. Qaytib Ma keldi. bek oshko'zlikka rahmat. Talab ketdingiz. Qani aka. Yo'q, xili obdan obsiz. Voy xili. Ha, yomon emas. Ayolimni o'ylab bir oqitkini elib oldim. Shu asosan xonim qizlarning maslahatini ko'proq olibsiz aka. Keyingi bosqich endi o'sha korxonchilarimiz bilan hamkorlashadigan bosqich. Bo'ldi. Mana shu bizningki chek tortish sanduqimizdan ma'lum bir chekni olasiz. Korxonchilarimizning shirkatining ismi chiqadi. Kim chiqsa shu o'tirg'i chiqib siz bilan maslashadi. O'zingiz o'qib bering aka. Tibbiy Pervishkor shirkati. Salomat xonim. Salomat xonim. O'yin qoidasi Ablatka Salomat xonim qutqa orjeta qoida naqshini meni g'ingchiydi. Muzikasini. Siz markaz rayonga berib, shu naqshi zat qaysi naqsha shuni tepirimiz. Teppasak, yana 5000 kilo mukofotsiz keldi. Salomat xonim 1000 yillik mukofot keldi. Ey, rahmat. Obdaroq nima qilib bering, ha? Bo'ldi. Ablatka senni o'tirib bering. Salam, hörmətli ustazlar, salam karxançılar, salam ekran aldidagi barliq do'stlar. Men Şinjan Tibbiy Pervishkor Biopen Texnik Çekmesi Çekisining qurg'uvchisi Salomat xonimdan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Undaqda tinchig'ishda qoldi. Naqshini qo'yamiz. Tayyorlik bitdimi Ablatka Salomatada? Bitti. Boshlaymiz. 3 2 1 Chiqyapamdi. G'ingshing'a. Naqshsiz kamiga o'xshaydi. Salomatada hozir kiriblik ketdi naqshining ichiga. Xalq naqsh. Xalq naqshi. Demaymiz, ashqin. Ama o'tirga keling. Kimning qanday naqshini demaysiz. Ha, g'ingching. Uni siz topmaysiz, qaysi naqshlar qana g'ingchib bilsak bo'ldi. Ha. Ovoz chiqmadi. İçinizde g'ingsh qolmaydi, cho'qim ovoz chiqishi kerak. Salomat xonim. Müzik spek yo'q, naqsi bo'sh ekanmi? Alamet o'qiyapti. Naqshini qarayapman, muzikani. Muzikani qilsak bo'ldi. Alamet etdi deb. La la la. Tamomliq. Ha. La 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 la. La 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 la. La. Acayip cın pezva. Bu naqshini hech kim topolmadi hozir. Yeni bir Ovoz siraylik keldi. G'ingshing'a chiqqan ekan. La 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 naqshga mening his qilishimcha. Xalq Ablatka topoldim, davomli g'ingshsizmi? La 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 la. Endi o'xshayapti azroq. Yaxshi. Azroq o'xshayapti. Ha, davomli. Davomli. Bo'ldimi? Ya bomba taqa topolmadi. Davomli qilishib bering. Yaqinlashqandingiz shu naq keldi qayerga? La 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 la. La 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 la
la. Tapdınız mı? Ablatka, qaysi naqsha? La la la. bo'ldi. La la la. Qaysi naqsha? Ablatkam tep oldi. Qizmas oyim xushal, nag'ma navosi bo'lsa. Naqshimiz o'shir qarining axloq Adem zinnati bu naqshini avlada bandan burun naqshlarda aytib baqqan. To'g'ri-ku? Muborak olsun. Yana o'xshash 5 million mukofot sizga 1 million mukofot topildi. Rahmat, ovozingiz bekchiroyli kezmi? Ovozni üzlüb ketib. Yaxshi. Yaxshi bo'ldi yana. Salomat xonimga ishlaringizni taqmay utuqlar yor bo'lsin. Rahmat sizga. Ha, Ablatka. Bugungi programmamiz naqshlaringiz bilan, yuqorqi o'yinlarimiz bilan, savollarga javob berishingiz bilan, mukofotlarni, sovg'atlarni alman-talman elishlaringiz bilan nihoyatda yaxshi davomlashyapti. Albatta, siz bilan yana texnik ko'p mungdashqimiz bor, texnik ko'p savollarga javob topqimiz bor, ammo programmamizningki qimmatli vaqtni o'ylashga asosda, sizning vaqtingizni o'ylashga asosda bugun mush yerda sizni chavaklarimiz orqali uzatib qo'ysak, bundan keyingi ishlaringizning texmi utuqli bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz aka. Rahmat. Mishada o'tgan barliq korxonchilar, ustozlarningki barliq ishining o'ngishliq, tijoratning o'z o'ylagandimi yaxshi bo'lib ketishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Sizlarga rahmat. 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 Tanlagan sovg'atlar agar siz savolga javob berib, erishgan shu summaga yetmay qolsa, bizning xizmat guruhimizdagilar pochta orqali yetkazib berdi. Bo'ldi. Ma'qul. Rahmat. Ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Ma'qul. Rahmat. Bo'ldi. Ma'qul. Xo'sh qadrli ko'rmanlar, biz bugungi Uzbay man mikro savdogar programmasi orqali go'zal hikoyalarni angladik, san'at nomerlaridan huzurlandik. Ishimizki, keyingi programmamiz texmo sarxil rangdor bo'lg'isi. Programmamizning oxirida programmamizni alayda qo'llagan shirkatlarga alayda cho'nqir minnatdorligimizni bildiramiz. Programmamizni Kayleji